İmom Muslimning yana Jami sahihlarida qilingan hadisdan musulmon kishining birodar uchun bo'lgan duosi, ya'ni g'oyibdagi bizohril g'oyib, g'oyibda turib qilayotgan duosi ijobat bo'lingandir dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hozir mana shu joyda yo'q odamni duoyi xayr qilsa, duosi ijobatdir. Uning boshida bir farishta turadi. Bu odamning boshida bir farishta turadi. U birodariga biron bir yaxshilik bilan duoyi xayr qilsa, farishta unga aytadiki, amin va senga ham shunday bo'lsin deydi. Senga ham shunday bo'lsin deydi. Ba'zi bir kishilar birodarlariga mol davlat so'raydi haloldan. Ba'zi bir kishilar ilm so'raydi. Ba'zi bir kishilar safarni, falonchani safarni xayrli qilgin deydi. Kasali kelib qolsa, kasaliga shifo so'raydi. Xullaski duo qilishlik amallari juda ko'p. Duo qilgan paytida farishta o'sha odamning boshida turadida, amin, ya'ni amin degani, ey Parvardigor, o'zing ijobat qilgin duosini deydida, valaka bimisl, senga ham xuddi shunday bo'lsin deydi. Faqat amin deb qo'yish emas, birodariga qilingan duo emas, o'sha duo o'ziga ham bo'ladi. Bir rivoyat keltiriladi. Bir odam juda baxil odam bo'ladi. Bir farishta keladida, nima so'rasang so'ra, qo'shningga shuni 2 barobari beriladi deydi. Haligi odam bir ko'zimni ko'r qil deydi. Farishta, nimaga o'zingga yomonlikni so'rayapsan desa, qo'shningni 2 ko'zini ko'r qilasan-da deydi. Shunchalik baxil bo'lib ketgan odamlar. Agar yaxshilikni so'raganda u qo'shnisiga 2 barobar berilardi. Birodarlar, shuning uchun biz doim yaxshilikka intilaylik. Alloh uchun do'st bo'laylik. Bu dunyo o'tib ketadi. Ba'zimizning yoshimiz katta. Endi agar yosh jihatdan Allohning huzuriga boriladi desa, ba'zi bir odamlar 70-80 ga kirib qolgan, 90 ga kirganlar ham bor. Alloh uchun bir kishi bilan do'st bo'lsin, ana shular ham qiyomat kunida nurdan bo'lgan taxt ustida turadilar. Bu dunyo o'tkinchi. Birodaridan xabar olib turish kerak. Og'irini yengil qilib turish kerak. Shuning uchun bugun mav'izamizda Alloh uchun do'st bo'lishlik haqida so'ralgan ekan. Birodarlar, Alloh uchun do'st bo'lishlik bu juda katta ne'mat bizga. Allohga hamdlar bo'lsinki, shu ne'matlarni eshitib, bilib, o'rganishimizga Alloh taolo muvaffaq qildi.